Iftorlik menyusi 6-kun. Shu kungacha qo'ygan yana 5 kunlik menyuni ham ko'rmoqchi bo'lsanglar, hoziroq podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Birinchi bo'lib tovuq bulyon qaynatib qo'yamiz. 3-4 ta tuxumni yaxshilab atalab, quymoq qilib pishirib olamiz. Katta-katta qilib to'g'rab idishimizga solamiz. Ustidan aysberg karami, xohlagan go'sht mahsulotimizdan bodring, champinyon, gorох va mayonez solib, tuz va murch solib yaxshilab aralashtiramiz. Salatimiz tayyor bo'ldi. Endi esa go'shtsiz issiq yegulik tayyorlaymiz. Pyurmilkining mozzarella siri va albatta kartoshka kerak bo'ladi. Oldindan tayyorlab zuvalaga bo'lib qo'ygan xamirlarimizni birin-ketin yoyib olamiz. O'rtasiga kartoshka va sirli nachinkamizdan solib, xuddi cheburek ko'rinishida tugib olamiz. Chetlarini shunaqa chiroyli qilib kesib olib, qizib turgan ko'pgina yog'da ikki tomonini qizartirib pishirib olamiz. Juda ham oson va mazali. Uyda go'sht qolmaganda tayyorlanadigan iftorlik menyusi bilan bo'lishdim. Nachinkasiga xohishga ko'ra qovurilgan qiyma solsangiz ham juda ham mazali bo'ladi. Bulyonimiz ham tayyor bo'ldi. Ichidan pishgan tovuqlarni olib qo'yamiz. O'z qo'llarim bilan tayyorlagan uralarim bor edi, o'shalarni soldim, yana ham mazali bo'lishi uchun. Tovuqlarni ham bo'laklarga bo'lib solib, ustidan chiroyli qilib, bulyonlarimizni ham suzib olamiz. Mana shuncha qilgan mehnatim atigi sizib bir dona laykingizga arziydimi? Videolarim siz uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, albatta layk bosib, yaqinlaringizga jo'natishni unutmang. Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin.